Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Kechirasan, aybga buyurma Elif. Bir qancha vaqtdan beri yoningga kela olmadim. Biroz ishlarim bor edi. O'shalar bilan ovora bo'lib qoldim dedi. Sababini bilmayman-u. Lekin birinchi marta Yusufning ham boshqalar kabi menga achingan nigohlar bilan tikilayotganini his qildim. Uning aytgan bu ishonarsiz yolg'oniga ishongandek ko'rinishdan boshqa ilojim yo'q edi. Keyin esa butun bir sevgim bilan, butun bir qalbim bilan, jamiki yaxshi niyatlarim bilan unga javob qaytardim. Ishingni hal qilgan bo'lsang bo'ldi. Hech qisi yo'q, sevgilim dedim. Ammo oxirgi paytlar kelmay qo'yganingdan juda xavotirga tushgan edim. Vaqti bilan ora-chora senga qo'ng'iroq qildim, lekin senga bog'lana olmadim. Rostini aytadigan bo'lsam, biroz qo'rqib ketdim. Xabar olish uchun yonimga kelmasang ham, hech bo'lmaganda vaqti bilan o'zing haqingda menga xabar berib tura olasanmi? Butun o'y-xayolim, fikru zikrim senda qolayapti. Nega butun o'y-xayoling, fikru zikring menda qolayapti? Elif, qarang. Axir sevgan insonlarning har doim sening yoningda. Men ham bir necha haftalar davomida sening yoningda bo'ldim, lekin qiladigan yo'liga solib yuborishim kerak bo'lgan bir qancha ishlarim bor edi. Axir shuning uchun bu yerda har soniya qola olmayman. Qilayotgan ishlarim haqida har doim senga hisobot bera olmayman. Qo'limdan kelganicha sening yoningga kelib turishga harakat qilyapman dedi. O'zi esa bu gaplari bilan meni qanchalik azoblayotganini tushunmasdi. Aslini olganda u to'g'ri gapirayotgandi, haq edi. Qaysi erkak kelajagi noma'lum bo'lgan, sog'ayishi, sog'aymasligi noaniq bo'lgan bir ayol bilan birga bo'lishni istardi. Lekin shunga amin edimki, agar u mening o'rnimda bo'lganida men uni hech qachon yolg'iz tashlab ketmasdim. Kimnidir butun qalbingiz bilan sevishingiz ba'zi bir qurbonliklarni talab qiladi. Ba'zan uning qo'llariga aylanishingiz kerak bo'ladi. Ba'zan uning ko'zlari bo'lasiz, ba'zan esa oyog'i bo'lib yurasiz. Agar inson kimnidir chin dildan sevsa, sevganining ehtiyoj tuygan, yetishmayotgan tomonlarini o'zi bilan to'ldirishga majbur bo'lganini his qiladi. Aks holda sevgi maysa yoki hasharotni sevishdan qanday farq qiladi? Yusufning yonimga so'nggi bor kelgandan so'ng oradan 72 kun o'tdi. O'sha kundan keyin har kuni, har soat, har daqiqa uning eshikdan kirib kelishini kutaverdim. Dahlizda eshitilgan qadam tovushlari uniki bo'lib chiqishi uchun duo qilaverdim. Va har gal telefonim jiringlar ekan, hattoki ekraniga ham qaramay bag'rimga bosib qo'ng'iroq qilayotgan inson Yusuf bo'lishini istardim. Ammo bu vaqt ichida u bir marta ham kelmadi, bir marta ham qo'ng'iroq qilmadi. Va men ham u haqida biron bir xabar eshitmadim. Melika ham uyiga qaytib ketdi. Natijada esa men endi butunlay yolg'iz qoldim. O'zimni yuragim tobora sovib borayotgandek va yashashga endi hojat qolmagandek his qilardim. Qachonki inson o'zining og'ir yuk ostida qolganini his qilsa, qachonki hamma narsadan voz kechsa yoki ishonchini yo'qotsa, Alloh taolo mo'jiza yuborib, uni yana bir yangi umid bilan hayotga bog'laydi. Har kim sizdan har bir kun yuz o'girib ham yaratgan sizni hech qachon yolg'iz qoldirmaydi. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Hayotga nisbatan jamiki ishonchim yo'qolib, umidim so'nib qolgan shunday bir kunlarning birida
Onam chinqirib baqirib oldimga keldi. Ham yig'lar edi, ham baqirar edi. Yaxshi xabar Elifim, yaxshi xabar qizginim. Senga mos keladigan yurak nihoyat kripta topildi. U allaqachon samolyot orqali yuborishibdi. Hatto uni olib kelish uchun aeroportga ham borishdi qizginam deya yugurib keldi. Mening bag'rimga otildi. Onam boshini bag'rimga qo'yib, xursandchilikdan ko'z yoshlarini to'kar ekan, men tomog'imda esa mushtdek bir umidsizlik, ayriliq tuyg'usi o'sib borardi. Men quvonchdan yig'lashim kerak edi. Aslini olganda onamga o'xshab xursandchilikdan chinqirib yig'lashim kerak edi. Axir Yusufni sevgan bu yurak ko'ksimdan yulib tashlanar edi-da. Eng yomoni, Yusufning o'zi ham men bilan emas edi. Tezda meni olib ketishdi va operatsiyaga tayyorlay boshlashdi. Yurak donordan olingandan so'ng bir necha soat ichida boshqa bir insonga ko'chirilishi kerak edi-da. Bu operatsiya mening oxirgi imkoniyatim ekanligini bilardim, lekin atrofimdan shoshilib yugurayotgan odamlar kabi shoshmayotgan edim, sokin edim. Narkoz berilishdan oldin Allohim, iltimos, uyg'onganimda Yusuf yonimda bo'lsin deya qalbimning eng chuqur joyidan qilgan iltijoyimni eslayman. O'zimga kela boshlaganimda birinchi qilgan ishim Yusufning qalbimdagi o'rnini aniqlash bo'ldi. His-tuyg'ularim avvalgisidan farq qilmasdi. Uyg'onganimda uni ko'ra olmaganimdan hafsalam pir bo'lganini, umidsizlikka tushganimni so'z bilan tasvirlab berolmayman. O'shanda tushundimki, insonlar qalblari bilan emas, ruhlari bilan sevishar ekan. Shuning uchun ham ba'zi bir ishqlar inson o'lsa ham tugamas ekan. Tikuvchi Rayhon opa xayolimga keldi. Uni yarim hushsiz holimda xayolimda tasavvur qilardim. U ham Yilmazni ruhi bilan sevgan ekan. Operatsiyadan keyin oradan bir necha kun o'tdi va endi o'zimni yanada yaxshi his qilayotgandim. Ammo azoblar ham, og'riqlar ham hali hanuz davom etardi. Birdan bir yagona istagim Yusufning yonimga kelishi edi. Bir marta bo'lsa ham hol ahvolimni so'rashi, qo'ng'iroq qilishi men uchun yetarli edi. Lekin u bilan bog'liq biror bir o'y xayolim ham kutganimdek bo'lmadi. Ko'zlarim shifoxonadan chiqadigan kunimgacha Yusufni qidirardi. Oylar davomida kutdim. Butun bir yil davomida kutdim. Axir 30 yoshga to'lgunimcha kitoblarni o'qigan, o'sha buyuk muhabbatni kutayotgan edim-da. Haqiqiy ishqni meni topishiga ishonib yashardim. Jamiki hissiyotlarim bilan sevib qolgan odamim, kutayotgan insonim meni o'ziga bog'lab olgan, meni o'zining bir parchasi ekanligimni o'zimga his ettirgan o'sha odam barcha orzu-havaslarimni quchog'imda qoldirib ketgan edi. Bu esa mening sevgiga bo'lgan ishonchimni va odamlarga bo'lgan ishonchimni vayron qilgandi. Bu shunday bir yo'qotish ediki, yo'qotgan tuyg'ularni endi hech qachon qaytarib ola olmasligimni bilardim. Uni unutishga hech qachon harakat qilmadim, chunki buning iloji yo'q ekanligini bilardim. U menga hayotimning eng ajoyib lahzalarini baxshida qilgan inson edi. Shunday ekan, uni qanday qilib unuta olardim? Ammo shuncha paytdan buyon dom-daraksiz bo'lib ketgani ham va endi hech qachon mening yonimga qaytib kelmasligiga ham ko'nikkan edim. Endi u kelgan bo'lishi mumkinligini o'ylab eshiklar tomon yugurishni ham, qo'ng'iroq qilgan-qilmaganligini o'ylab har daqiqada
telefonga qarashni ham bas qildim. Hatto 100 martalab qo'ng'iroq qilsam-da, bir marta bog'lana olmagan raqamimni ham telefonimdan o'chirib tashladim. Maqsadim uni unutish emas edi, balki uning yo'qligiga ko'nikishim uchun nima kerak bo'lsa, shularning hammasini qilishim edi. Balki buni eplay olmagandirman, lekin endi avvalgidek ezilmasdim. Jonim azoblanmasdi va qaytib kelmayotgani uchun yig'lab o'zimni azoblar iskanjasiga otmasdim. Hattoki uning qaytib kelishini ham xohlamasdim. O'lim bilan yuzma-yuz yurgan o'sha kunlarimda meni yolg'iz tashlab, tushkunlikka solib qochib ketgan odamga hammasi o'z o'rniga tushgan bu paytlarda quchoq ochishga yetadigan kuchim yo'q edi. Sevgi haqiqatdan ham eng tushkun kunlaringizda yordam beradigan eng samarali doridir. Yaxshi kunlaringizda esa faqat aldovdir. Aldovdan iborat xolos. Endi esa hayotimning o'sha eng yaxshi kunlari butun hayajonimni va baxtiyorligimni ko'mib tashlashim kerak bo'lgan ulkan bir axlatxonadan boshqa narsa emas edi. Boshimdan qanday kechinmalarni o'tkazgan bo'lsam, bularning bari vaqtning kulga aylantiradigan kuchining qarshisida maydalanib, yo'q bo'lib ketayotgan edi. Oldimda ulkan tog'dek bo'lib turgan, hech qachon ortda qolmaydigan, tugamaydigandek his qilgan o'tmishimning alamli kechinmalari asta-sekin xotiramdan yo'qolib borardi. Ishimga qaytadigan darajada yetarlicha sog'ayganimdan so'ng maktabdagi ishimga qayta tiklashlarini so'rab ariza yozdim. Ishlayotgan maktabimni ham, o'quvchilarimni ham juda sog'ingan edim. Balki bu harakatlarim hali hamon ichimdagi to'la to'kis tinchimagan bo'rondan qutulib, qayerlardadir panoh topish uchun qilgan urinishimdir. Bunisini bilmayman. 2012-yilgi o'qish davri boshlanishi bilan ishimni boshlashim mumkinligi haqidagi xabarni eshitganimda juda xursand bo'ldim. Demakki, 4 oydan keyin yana o'z ishimni boshlayman. Maktab boshlangunga qadar o'zimni chalg'itish va kunlarimni huzur-halovat bilan o'tkazish uchun o'y-fikrimni bir nimalar bilan band qilish uchun harakat qilardim. Endi onam bilan ko'proq vaqt o'tkazardim. Birga bu narsalarni xarid qilardik. Avvalgidan ko'ra ko'proq kitoblar o'qirdim. O'qiyotgan kitoblarimni bo'sh joylariga eslatmalar yozib qo'yardim. Ishq insonni ham gado qiladi, ham shoh qiladi. Kimlarnidir shoirga aylantiradi, kimlarnidir she'rga aylantiradi. O'zimni kimningdir yuragiga yozilgan she'r sifatida ko'rardim. Lekin uning qalbidagi jumla emas ekanman. Manzilini bilmaganim uchun aslo jo'nata olmasligim aniq bo'lgan, ammo Yusufning o'qishini istaganimni bildiradigan xatlar yozardim. Uni juda sog'ingan, lekin voz kechishga ko'nikkan paytlarim quyidagilarni yozgandim. Bugun mendan voz kechib ketgan kuningdan buyon o'tgan kunlarni sanashni bas qildim. Vaqt go'yoki hech kimi yo'q yetim boladek kaftlarimda ulg'ayyapti. Na kunlarning va na yillarning oldini kesib chiqishga urinyapman. Qo'rqqan narsalarni ko'rmaslik va eshitmaslik uchun ko'zlaringni va quloqlaringizni berkitib olasan va natijada go'yoki momaqaldiroqning ovozini eshitmaganga
chaqmoqlarni ko'rmaganga olganingdek. Qo'rquvlar biroz yengillashdi. Mening qo'rquvim bularga o'xshamaydi. Vaqt mana shunday tarzda sensiz o'tib ketishidan juda qo'rqaman. Va shunga ishon. Na ko'zlarimni yumishim, na quloqlarimni berkitishim vaqtning bunchalar tez va sensiz o'tishiga to'sqinlik qila oladi. Qachondir seni aslo tanimagan kunlarimga qayta olamanmi? Bunisini o'zim ham bilmayman. Rostini aytadigan bo'lsam, o'sha kunlarga qaytishni juda istayman. Chunki sendan butun umidlarim bor bo'y-basti bilan uzilgan holdaman. Bunday holatning eng qo'rqinchlisi ko'rinishi nima ekanligini bilasanmi? Sendan biror bir umidim qolmagan bo'lishidan qat'iy nazar hali hamon seni juda sevaman. Inson kimnidir sevib qolsa, uning yo'llariga to'rt ko'z bo'lib poylayveradi. Garchi qaytib kelmasligini bilsa ham, na voz kechib keta olasan, na kutganingni biror bir nafi tegadi. Ko'rishmagan kunlarimizni sanashni bas qilsam, senga bo'lgan muhabbatimning buyukligini unutaman deb o'ylayman. Haqiqatdan ham shunday bo'lishi mumkinmi yoki mumkin emasmi? Bunisini bilmayman. Lekin bunchalar buyuk sevgi meni qo'rqityapti. Shu yerlarda yaqin atrofda ekaningni bila turib, sendan uzoqroqda yashashga urinish, qo'llaringni ushlay olmaslik, ko'zlaringga qaray olmaslik, kipriklaringga tegina olmaslik meni o'ldiryapti, yo'q qilyapti. Balki bu tuyg'ularni hech qachon his qilmaganim uchun senga gaplarim g'alati tuyular. Lekin mening o'rnimda bo'lganingda yashay olmasding. Yana qancha vaqt shunday davom etadi? Bu haqida biror bir fikrga ega emasman. Bular haqida o'ylashni allaqachon to'xtatganman. Uzoq vaqtdan beri istayotgan birdan bir yagona tilagim go'zal tong bilan uyg'onish. Xolos. Chunki kunni qanday kayfiyatda boshlasang, kun oxirida boshingni shunday kayfiyat bilan yostiqqa qo'yasan. Kun davomida to'plagan barcha azoblaring, og'riqlaring, g'am-tashvishlaring go'yoki sendan oldin yostig'ingga bosh qo'yganday bo'ladi. Oqibatda esa uxlay olmaysan. Shunaqa emasmi? Ko'rdimki, yillar o'tib ketgandek, sen ham o'tib ketasan. Ortda qolgan davrlar ko'z ochib yumguncha o'tib ketgandek bo'lsa, nega sen o'ylagan lahzalar hech qachon o'tmaydigandek tuyulyapti menga? Nega hali hamon bo'g'zimga tiqilib qolgansan? Negaki, hattoki ismingning xayolimga kelishi ham nafas olishimga yo'l qo'ymayapti. Mana shularning barchasini o'ylar ekanman. Mana shunday boshi berk ko'chadan chiqishga urinar ekanman. Sen esa bu paytda balki hayotingda butunlay yap-yangi sahifa ochgandirsan. Seni hali hamon sevishda davom etayotganimdan xabaring yo'q, sezmayapsan. Hali hamon sevishimni his qilmayapsan. Oxir oqibat ba'zi kechinmalarga nuqta qo'yish, yangi boshlanishlarni, yangi qadamlarni, yangi kechinmalarni talab qilar ekan. Sen esa allaqachon bu nuqtani qo'ygansan. Yangi boshlanishlarni, yangi qadamlarni, yangi kechinmalarni boshlagansan. Har kim ajoyib kunlarni yashashga haqli. Va shunga ishonki, sen shunday kunlarni yashashga qanchalar haqli bo'lsang, men ham shunchalar haqliman. Mening ajoyib kunlarim arzimas bir hikoyadan kutiladigan yakun kabi bir nihoya edi. Hamma narsa sen bilan boshlanganidek, yana sen bilan ham davom etadi.
har narsa sen bilan ajoyib bo'ladi deb o'ylagandim. O'z hikoyamga nisbatan qarama-qarshi zid harakat qilishni aslo o'ylamagandim. O'z hikoyamda o'zimning baxtsiz bo'lishimni aslo xayolimga keltirmagandim. Endi esa bu kechinmalarimni taqdir, nasiba, qismat, hikmat kabi so'zlar bilan nomlashni xayolimga ham keltirmayapman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu kechinmalarimga biror bir nom berishni istamayman. Qanday bo'lgan bo'lsa shundayligicha qolishi lozim ekan xolos. Biz ikkalamiz aslo birga bo'lmadik, bo'lmaymiz, bo'la olmaymiz ham. O'ylaymanki, hayotingni go'zalliklar aslo tark etmas. O'ylaymanki, sen aslo ega bo'la olmaydigan nimanidir yetishmasligi tufayli bir kun qalbing olovlar ichida yonmas. Bu shunday ojizlikki, shunchalar nochorlikki, hattoki agar dushmanim bo'lsa, ularga ham bunday nochorlikni ravo ko'rmayman. Sen ham bunday ojizlik va nochorlikka aslo duch kelma. Bunday onlarni aslo boshingdan o'tkazma. Ba'zi bir ishlar o'z o'rniga tusha boshlagani, o'z yo'liga chiqa olganini his qilyapman. Bugun sensiz o'tgan kunlarimni sanashni to'xtatdim. Ertaga senga xat yozishni to'xtataman. Bir kun ko'rasan, vaqti kelib dahshatli tushdan uyg'ongandek bularning birortasi haqida haqiqat emasligiga shukr qilib yig'layman. Bir kun ko'rasan, vaqti kelib hattoki xayolimdan ham chiqib ketasan. Endi aslo eslamaydigan darajada seni unutaman va sen bilan o'tgan kunlarim, sen tufayli boshimdan o'tkazgan kechinmalarim aslo bo'lmaganday hisoblayman. Boya aytganimdek, qayerda bo'lsang ham, nima qilayotgan bo'lsang ham o'ylaymanki, hayoting, ishlaring o'z o'rnida yaxshi ketayotgandir. Agar hech bir ishing o'z o'rnida yaxshi ketmayotgan bo'lsa va borgan sayin yomon tomonga qayrilayotgan bo'lsa, ko'zlaringni yum va vaqtni to'xtat. Mendan shunchalar ko'p yomonlik ko'rgan insonning duolarining himoyasidan hali hamon deya o'zingga pichirla. Shuni bilginki, nimalar bo'lib o'tganidan, nimalar qilganingdan qat'iy nazar har doim qalbimning bir burchagida ajoyibligingcha qolasan. Sen nafaqat g'azab va nafratimsan, balki qalbimning mehr shafqatli bir qismisan. Seni qanday qilib tasavvurlay olaman yoki seni anglatishning eng go'zal joyi qayerdan boshlanadi? Ko'zlaring men uchun misli qop-qorong'u bir xona, qo'llaring esa bor kuchi bilan taqiqlanadigan eshikdir. Bilaman, endi nima desam ham baribir foydasi yo'q. Ta'sir qilmaydi. Sen men uchun shunday bir baland devorsanki, bu devorni shunchalar uzoq vaqt davomida biror marta ham oshib o'ta olmadim va bundan keyin ham hech qachon aslo oshib o'ta olmayman. O'tib ketadi. Uni albatta unuta olaman. Mendan biroz uzoqlashsa, hammasini yangidan, boshidan boshlay olaman deya o'yladim. Azizim, shunday qilishga harakat qildim, lekin bo'lmadi. Axir hayotimdagi biror bir ishni o'zim xohlaganday qila olmaganman. Sen men ega bo'la olmagan yagona orzuyim, maqsadim, niyatim emassan. Lekin jonimni eng ko'p azoblagan sensan. Ajabo, agar o'lsam, xayolingga kelamanmi? Bir marta bo'lsa ham eslaysanmi? Zarracha bo'lsa ham xafa bo'lasanmi?
Achinasanmi? Aslini olganda senga aytmoqchi bo'lgan oxirgi gapim bor. Hammasiga qo'l silta, e'tibor berma. Nima bo'lsa bo'lsin. Uzluksiz doimo aynan mana shu tuyg'ularga g'arq bo'lardim. Yozganlarimni 1000 martalab qayta o'qir ekanman. Menga mana shu tuyg'ularni his ettiradigan darajada Yusufga qanday yomonlik qilgan ekanligimni o'ylayman. Buning biror bir sababini topa olmay, o'ylab o'yimga yeta olmayapman. Jonim azoblanyapti, ruhim qiynalayapti. Oradan biroz vaqt o'tgach, hamma narsa o'z ma'nosini yo'qota boshlaydi. Akira Kurosama. Bolaning qo'lidan bir konfetni olib qo'ysangiz, u qolganlarini ham tashlab yuboradi, deya naqadar to'g'ri va ajoyib gap aytgan ekan. Akira Kurosawa 1910-1998 yil Yaponiya kino rejissyori, ssenaristi. Ras Yomon filmi bilan jahonga tanilgan. Ovsar, 7 samuray, Jangchining soyasi, Jarohat, Avgust Rapsodiyasi filmlari mashhur. Har bir insonning hayotida shunday bir qadr-qiymatli insoni bo'ladiki, u uchun o'zining butun umrini bag'ishlaydi. Uning hayotidagi barcha noxushliklarni ko'kragini kerib qarshi tura oladi. Uning yashash uchun kurashi doim qo'llab-quvvatlanadi, madad beradi. Har doim, har qanday holatda yonida bo'ladi. Agar o'sha insonda yashash uchun kurash o'z mohiyatini yo'qotgan bo'lsa, boshqa hech bir narsaning mazmun mohiyati qolmaydi. Yusufdan keyin mening ham hayotimga bo'lgan ishtiyoqim yo'qoldi. Sevgi haqida gap ketadigan bo'lsa, hech kimning yuzini ko'rishni istamasdim. Jamiki insoniyatdan, jamiki mehr-muhabbatdan, ishqdan, sevgidan ranjigandim. To'yga ko'rilgan hozirliklar 2 marta marraga yetmasdan ortga qaytganidan so'ng hattoki onam ham bu mavzu haqida boshqa gapirmadi. Qachonki o'zimizni boshqalar uchun qurbon qilsak, qachonki kimnidir benihoya ishonsak, qachonki sevinchdan oyog'imiz yerdan uzilib, boshimiz osmonga yetganida har safar yanada qattiqroq yiqilib tushmadikmi? Demakki, nihoyasi shunday ekan, kimnidir sevgi berishning, ishqni his qildirishning nima keragi bor? Demakki, yakuni shunday ekan, har safar o'zimizni azoblaydigan ishonchning nima keragi bor? Axir hammamiz ham u baxtli bo'lsin, u kulib yursin, uning joni azoblanmasin, uning kayfiyati tushmasin deganimiz uchun hayotda mag'lub bo'lmadikmi? Xo'sh, bizning dardlarimiz, ezilgan qalblarimizning kimning parvoyiga kelardi? Aslini olganda bizning dardlarimizga, ezilgan qalblarimizga hech kim parvo qilmaydi, nazariga ilmaydi, e'tibor ham bermaydi. Kimdir hamma jamiki ishlarni joy-joyiga qo'yadi, o'zining hayotini birinchi o'ringa qo'yadi. Sevgi muhabbat yo'lidagi mashaqqat, u zahmatlar, qurbonliklar u fidoyiliklar, bularning barchasi o'zimizni o'zimiz aldashimizdir, xom xayollarimizdir. Chunki sevgi muhabbat yo'lidagi mashaqqat u zahmatlar, qurbonliklar u fidoyiliklar o'zining mevasini olsagina, o'z mukofotiga ega bo'lsagina, ma'no mazmuniga, mohiyat va ahamiyatga ega bo'ladi. Agar shunday bo'lmasa, xuddi sevgimiz kabi duolarimizga ham, ezgu niyatlarimizga ham hech kim parvo qilmaydi, hech kim qayg'urmaydi,
hech kim ahamiyat bermaydi. Demoqchimanki, ba'zi bir narsalarga bog'lanib, tiqilib, qaram bo'lib qolmaslik kerak. Eng go'zal qo'shiqlar qanday tugasa, eng beqaror, eng mukammal sevgi, muhabbatlar ham shunday tugaydi. Eng ishonchli odam ham bir kun voz kechib tark etib ketadi. Kimdir o'z yo'lini topayotgan ekan, biz ham u kabi o'z yo'limizni topishimiz yoki yaratishimiz kerak. Chunki bu 5 kunlik dunyoda o'zingizni qiynar ekansiz, hayotning qiziqarli tomonini bo'lmaydi. Huzur halovat bilan uxlash va xursand bo'lib uyg'onish uchun o'zingizga befarq bo'lgan odamlar uchun yashashni to'xtatishingiz kerak. Chunki siz bilan yashash tufayli o'zini baxtli his qiladigan insonni topishning boshqa bir yo'li yo'q. Boshqalarning baxtiyorligi yo'lida, boshqalarning huzur halovat yashashi uchun o'zimni qurbon qilishni to'xtatdim. Axir baribir hech kim bu fidoyilik va qurbonliklarimga arzimaydi. Eng yaxshisi o'z huzur halovatingiz va baxtiyorligingiz uchun nimalarnidir qilishdir. Chunki boshqalarning baxtiyorligi bilan baxtli bo'lishga intilayotganimiz ularning parvoyiga ham kelmaydi. Bir lahza bo'lsa ham bu qilganlarimizga e'tibor berishmaydi. Asosiy e'tiborimizni ularning hayotiga qaratib, o'zimizning hayotimizni ortga tashlashimiz adolatdan emas. Bu gaplarim bilan shuni aytmoqchimanki, o'tmishga bog'lanib, o'tmish bilan qolib ketish, o'tmishni o'ylash orqali hech bir ishimiz joy-joyiga tushmaydi. Bir yerdan yana qayta boshlashimiz kerak. Mana shunday o'ylash bilan, mana shunday fikrlar bilan o'zimni ruhiy madad berishdan boshqa hech bir ish qo'limdan kelmasdi. Kunlarning abakus munchoqlarini birma-bir sanayotganday o'tkazardim va nihoyat maktablarning boshlanishiga 2 hafta qoldi. Aslini olganda mana shu yoz faslida umrimning eng yolg'iz kuzini yashagan edim. Shoxlarida qurib, sarg'ayib qolgan barglarini majburlik bilan, zo'ravonlik bilan saqlab qolish uchun kurashgan, hayotning bor kuchi bilan larzaga tushayotgan yolg'iz daraxtga o'xshardim. Osonlik bilan bo'lmasa-da, asta-sekin tuzalib ketayotgandim. O'zimga kela boshlagandim. Misol uchun, endi tunlari bemalol huzur halovat bilan uxlay boshlagandim. O'y hayollarimga kamroq berilardim. Boshimdan o'tgan kechinmalar uchun kamroq xafa bo'lardim. Inson qanchalik necha martalab unutdim desa ham qalbida paydo bo'lgan olovni o'chirish uchun bir tomchi ham suvi yo'q. Odamni unutib bo'lmaydi. Uni sevishingiz bilan bo'lmasa, g'azabu nafratingiz bilan eslaysiz. Ustiga ustak azoblangan faqat siz bo'lasiz. Joni achigan ham faqat o'zingiz bo'lasiz. Sizning qanchalik abgor ahvolda qolganingiz ketgan odamning parvoyiga ham kelmaydi. Axir hech kim o'zi hech qachon unutolmaydigan odamni shunchaki tashlab tark etib ketmasdi. Demakki, tark etgan odam ketar joyini oldindan tayyorlab qo'yadi. Shuning uchun ortda qolganlarning, tark etilganlarning ahvoliga maymunlar yig'laydi. Melike maktablar ochilishidan oldin bir kuni ertalab oxirgi marta yonimga keldi. Ko'rinishim juda ham yaxshi ekanligini, yaqin orada hammasi joy-joyiga tushishini, har narsa yanada ajoyib va go'zal bo'lishini aytdi. Odamlar sizning tashqi ko'rinishingiz bilan qiziqishadi. Ichingizga
yashirinib olgan bomba portlamaguncha atrofingizdagilar uchun ajoyib ko'rinasiz. Agar yashira olishni eplar ekansiz, hech kim ko'krak qafasingizni ichidagi olovga parvo qilmaydi. O'sha yerda katta bir otash borligini va sizning otashda yonayotganingizni bilishadi. Lekin parvo qilishmaydi. Ular uchun insonning yaxshi ko'rinishi yaxshi bo'lishidan muhimroqdir. Natijada esa ko'zimizga ko'rinmaydigan narsalar haqida qayg'urishimizning ham hojati qolmaydi. Afsuski, hammamiz shunday qilamiz. Melike bilan soatlab suhbatlashganimdan so'ng mavzu aylanib yana qalbimning azobiga, ya'ni Yusuf mavzusiga keldi. Seni mana shunday a'lo kayfiyatda ko'rganimga juda sevindim, Elif, dedi Melike. Sen mening eng qadr-qiymatli dugonamsan. Bilaman, juda ham mashaqqatli davrlarni boshingdan o'tkazding. Qaniydi o'sha paytlar yanada ko'proq yoningda bo'lsaydim. Lekin qo'limdan nima ham kelardi? Bo'ladigan ish baribir bo'ldi. Yusufni unutganing uchun ham juda sevindim. Aslida ham hammasi shunday bo'lishi kerak edi. Sen haqiqatdan ham uni judayam qattiq sevganmiding? Uni tanib bilib olganingdan keyin sevmaslikning iloji bormi? deya javob qaytardim. Men bunday bo'lishi mumkinligini aslo xayolimga keltira olmagandim. Ya'ni uni bunchalar sevib qolishim mumkinligini bilmasdim. Lekin u mening eng zaif, nozik joyimdan ushlab oldi. Uni uchratgan paytlarimda sevgiga, odamlarga bo'lgan ishonchimni yo'qotgan edim. U esa aynan o'sha paytlar yaralarimni bag'riga bosdi. Dardlarimni o'pdi, meni davoladi. Nafas olishni qaytadan o'rgatdi. Uni qanday unuta olishim mumkin? Har doim shunday davom etadi. Har doim sevadi. Har doim yonimda bo'ladi deya o'ylagandim. Lekin bunday bo'lmadi. Men uni juda yaxshi ko'rardim. Oxir oqibat esa har doim sevilishga odatlangan, o'rgangan boshqalar kabi ketdi qoldi. Melike, menga qara. Tark etilganim uchun menga achinish ko'zlari bilan aslo qarama. Balki men haqimda tark etilganiga, tashlab ketilganligiga bardosh bera olmayapti deya o'ylayotgandirsan. Lekin unday emas. Mening dardim umuman boshqacha. Shunchaki oldimga kelib meni sevmasligini aytsaydi. Shuncha paytdan beri meni o'ynab, aldab yurganini aytsaydi. Yana nima desam ekan? Ha, ustiga haqorat qilsaydi. Ichidagi bor adovat va g'azabini yuzimga sochsaydi, bunchalik xafa bo'lmasdim. Shunday qilsaydi, o'zimga o'zim tasalli berardim. O'zimdan ayriliqqa sabab bo'ladigan biror bir xato topar edim. Lekin hech bir sababsiz yuzaga kelgan bu ayriliqqa chiday olmayapman. Meni anglayapsanmi? Albatta anglayapman, azizim. Bo'lar ish bo'ldi endi. Aslini olganda sen emas, u yutqazdi. Ko'p o'zingni azoblayverma, dedi Melike.